11 qism. Qog'oz ustida, operatsiya ustida har qanday xatar chiqsa, o'lib ketsa, oila tavobatlarining o'zi ekanligi to'g'risida yozilgan xatlar turadi. Demak, operatsiya ustida o'lib ketishimmi yoki saqayib qolishim mumkin edi. Agar men operatsiyaga kirmasam-chi, degan xiyol bilan doktordan so'radim. Doktor, men zada nima kasalkanman? Menga aniq deb bering, bo'lamdi? Bo'ladi, men deb beray. Turbi yo'lda soluq apartma bor ekan. Agar men operatsiya qildirmasam-chi? Yo'q, unda qilishga bo'lmaydi. Doktor ansirgandek jiddiylasib ketdi. Qarang, u qapartma teshilib ketadi deb qapti. Agar operatsiya qilmasak, o'sma teshilib ketsa, sizning hayotingizni saqlab qolish tasga to'xtaydi. Heyilimi bek uzun vaqt bo'pti. Bo'ladi, men qo'l qo'yay. Deganimcha qo'l qo'yib etdim. Doktormo sestralarga tezdan tayyorlik qilishni aytib chiqib ketdi. Sestralar tayyorlik qilyotdi. Mening tanlashimning to'g'ri yoki xato ekanligini o'ylab o'tdim. Neymiş bo'lsin, 1% umid bo'lsin, sinab beqishim kerak, dedim ichimda. Eg'ir birni tinib qo'yib ko'zimni ochdim. Baya atrofimda kimning borligiga nazar solmabdi ekanman. Sestraning operatsiya uyiga akirmiz deb kelishiga, "Adash, o'zingni tamkin tutqin" degan gap bilan enimga qaradim. U xo'shnam Gulnur edi. Ma'qul degandek uningga beshini lang'ishtirib qo'ydim. Apam yenimda xiyoli turardi. "Apa, xo'sh. Agar saq chiqolmay qolsam, balam sizlarga qoldi." Men ular bilan xuddi mangulik ayrilgandek intayin bearam bo'ldim. O'zimning bu operatsiya uyidan qayta chiqolmaydigandek bir xil ansizlikda edim. Taqdir peshona meni va mening tenimni bir umr aramsizlikda qo'ydigan o'xshaydi. Yuragim bakla tez so'qib ketib boradi. Biz operatsiya uyi ichiga kirdik. Yuragim qattiq so'qib jiddiylashib ketdim. Bu uy menga to'liq surlik bilinib ketyotdi. Buni ko'rgan doktor sestraga meni darhol operatsiya karotiga yo'tkashni hamda narkoz qilishni aytdi. Meni operatsiya qilishga boshladi. Qo'rsqimni kesib operatsiya qilayotgan barliq jarayonni ko'rib yotatdim. Men butun mas bo'lmag'ashqa og'riqdan tishimni tishlab yotatdim. Meni operatsiyaga bosh bo'lib elib kirgan ayol gap qilyotdi. "Tez mas'ul doktorni chaqiringlar, tezdan kirsin." Bu gaplarni anglab, menda umid yo'q ekan deb bildim. Doktorlar mening qo'rsqimni yerib qo'yib, men bilan kar yo'q, yetish bo'lmagandek paranga tushib ketdi. Qandaq chaqlarda kirdikin bilmayman, bir yoshga cho'ngroq ayol doktorning bir nimalarni so'rayotganligini angladim. "Necha yoshga kiribdi?" "25 yosh." "Yo'ldosh bormikan, yo'qmi?" "Yo'q, yo'qkan." "Balasi-chi?" "Bir balasi bor ekan." "Ha, bo'pti amsa. Bir balasi bo'lsa bor ekan. Bala arzulamaydigan biraz chiqib qolsa to'y qila." Bu gaplarni anglab, o'zimning tug'mas bo'lib qolganimni bildim. Oxiri bu operatsiyam tugadi. Meni yotoqqa elib chiqdi. Har nim bo'lsa, operatsiya uyining oldida dadam opamni ko'rib xeyli xush bo'lib qoldim. O'maq o'g'lim yugurib kelib menga esildi. Uni ko'rib ko'zimdan yosh sirg'ab tushdi. Shunda qilib doktorlarning atrofliq davolashlari ham opamning kutishlari bilan tezli yaxshi bo'lib qoldim. Apam garchi davomliq menga nashtini sanjib gap qilsa-mu, tomoqlarni issiq sovuq bersa-mu, yana holimdan shundoq yaxshi xabar olgan edi. Uzoq o'tmay doktorxonadan yenib chiqdim. Bir oymi yotmayla o'rnimdan turib ketdim. Chunki men uydagilarni jiq-chiqimdor qilayotganligim uchun bu qarzlarni qaytarmasam bo'lmaydi. Men yana do'konni ochishga boshladim. Do'konni bir oy ochmag'achqa qalayim qolishib, shundoqla to'pib esib ketgan edi.
Salomatlikim degandek yaxshi bo'lmag'achqa, bu yerni rədki silib edish uchun to'liq qiynaldim. Mening echinishlik taqdirim mushuning bilan oyoqlashgan bo'lsa, qanchalik yaxshi bo'lardi. Biroq texim echinishlik taqdirimning endi boshlanganligini faqat o'ylamabdiman. Do'kon echib yurgan shu vaqtlarimda dadamning menga g'ayri ko'zda qarashlari meni yana andishiga selib qo'yotdi. Oxir yeziga berib do'kon echishni o'yladim. Bunda qilganda uydagilardan yiroq tura olmaydim. Apamga bu xiyolimni aytganimda og'ziga kelgan tillar bilan meni tillab ketdi. Oxiri ularning fikrini olmayli ketib qoldim. Apam bozorga borsa yenimga kelmaydi. Menmo har qaysimizning izzat hurmati uchun ularning bu qiliqlariga pisand qilib ketmadim. Qilganimni to'g'ri deb qaraydim. Men shundoq do'kon echib yurib, xilil yengil his qilgan bo'lsam-mo, yana og'riq azobi meni qiynamoqda edi. Tekshirsam o'timda tashparliqini, tizdan operatsiya qildiratmasam, jigar oshqozonni kerakdan chiqarganligini qayta-qayta aytib ketdi. Men qanday qilay? Operatsiya qildirsam kim baqidi? Yana apam baqami? O bo'layotgan ahvolni bilmagachga, uning gapini ilik olmasdan chiqib ketganligim uchun u mendan ta hozirgacha xafa edi. Bu ishlarni qanday tushundirish, qanday yordam so'rash, qanday hal qilish? Men uchun bu ishni tushundirish to'liq tasga to'xtayotdi. Amalsiz bir mezgil dori yeb, kasalni kontrol qilishni o'ylashdim. Oshqozon bilan o't bir-biriga qarama-qarshi bo'lg'ashqa, o'tga dori qilsam oshqozonim og'riydi. Oshqozonga dori qilsam o'tim og'riydi. Qandaqli doktorga borsam vaqtida o'tni oldirib etishimni, bo'lmasa keyin pushaymonga qoldiganligimni aytdi. Men zodi qanday qilishim kerakligini bilolmay bir yilni o'tkazib o'tdim. Bu jarayonda kichikkina mayliq tomoq yoki mayliq go'sht yesammi, o'tim og'rib yig'lab ketatdim. Men o'g'limni debla u og'riq azobiga chidab kelgan edim. Oxiri bardashlik berolmay yiqilib qoldim. Doktorga borsam, jiddiy operatsiya qildirmasam bo'lmaydiganligini aytdi. Men bu reallikdan qechib qutulmaydiganligimga ko'zim yetib, oxiri operatsiyaga qo'shildim. Shunda qilib ikkinchi qatimliq jang yana boshlandi. Qo'l qo'ydigan chaqda yana o'sim qo'ydim. Chunki qishimda hech kim yo'q edi. Apamga telefon qilib xabarlantirib qo'ydim. Biroq men operatsiyaga elib mongacha hech kim kelmagan edi. 4 soatlik jangni tugatib operatsiyadan chiqdim. Orqaga tortib o't suyuqligi tugab, o't xalisi samirib ketgachga o'tni baklatasda olgan edi. Operatsiya uydan chiqqanda yanada o'xshash hech kim kelmagan edi. Qani, tuqqanlaringiz kelmabdi-ku. Qanday qadamlar bu? Sestra qiz ochiqlangandek so'zlab qo'yib chiqib ketdi. Men ig'ir uxsinib qo'ydim. Men chorasiz edim. Taqdirim shunday edi. Narkozning ta'siri 6 soat atrofida yeshildigan bo'lg'achqa, hozircha yenimdan sestralar asosan ayrilmaydi. Shunga bu jarayonda yenimda urug' tuqqanlarim bo'lmasimi, hech qisi yo'q edi. Biroq meni xiyollar chirmib olib, hech orom bermaydi. Men operatsiyadan chiqib, taxminan 1 soatlardan keyin apam kelin singlim bilan keldi. "Voy, rost operatsiya qildima? Men texi yolg'on so'zlagan o'xshaydi" debdi men. "Apa, bunda qishdimi yolg'on aytamdi?" "Ha, endi deymina, sening qiltaqlaring jiq emasmi?" Apam shundoq deb qapoqlarni suzib qo'ydi. Mening yana gap qilg'im kelmay, ko'zimni yumib yetib oldim. Apam yarim soatlar atrofida turgandan keyin 100 so'm pulni yostiq beshimga tashlab qo'yib qaytishga mangdi. Achamning endi odam bo'lmagandan keyin men qilib holdan xabar olay. Kelin singlim shundoq deb yenimda qolib qoldi. 2 kun bo'lganda pastga tushib mengishni mashq qilishni boshlab etdim. Operatsiyadan chiqib 4 kun bo'lganda menda yana o'zgarish bo'ldi.
Әмділі яқшылышқа қарап маңғанда ашқазыным қанап кеткен еді. Doktorlar alaqsada bo'lib ketishdi. Jiddiy tutish qilg'ashqa tezli tizgilib olgan edi. Shunda qilib kelin singlimmo bir necha kun olamdan xabar elib qo'yib qaytib ketdi. Men yolg'iz bo'lg'ashqa o'zimning holdan o'zim xabar olatdim. Shuning uchun bekmi g'ayriblik his qilatdim. Chunki boshqa bemorlarga hamroh bo'ladigan, holidan xabar oladigan odamlar bor. Faqat men yolg'iz yotatdim. Başqa bemorlarning karvat yendan yo'qlaydiganlar üzülməydi. Ammo men g'ayrib bo'lgan holda ularni ko'zim ko'rmasin degandek kaynimni qilib yetib olatdim. Oshqozonimning qanab ketganlik sababi bilan doktorxonada bekmi uzoq yotdim. Bu azobli doktorxonadammo oxir chiqadigan kunimmo yetib keldi. O'zim doktorxonadan chiqish rasmiyatlarini o'tib o'tgandan keyin doktorxonadan chiqdim. Shunchalik tasda uyga kelib, burunqidekla uzun aram olmay, yana o'rnimdan turib ketdim. Bu jarayonda Abdushukur telefon qilib, ahvolimni so'rab turgan edi. U ayoldan ajrashib ketganligini, tizdan qishig'i chiqishimni deb turib oldi. Qo'shilmasam, mening kasalchan bo'lib qolganligimni, shunga o'zining holimdan xabar olishni xohlaydiganligini, yana o'g'lim bilan qo'shib, qiznimi meni beqishimni aytib turib oldi. U to'y qilib 1 yil bo'lganda bir qiz farzandlik bo'lgan edi. Men necha kun o'yinish orqali chiqishni qaror qilgan edim. Chunki uni burunqi Abdushukur, meni qadrlaydigan Abdushukur deb, ham u yerdagi tuqqanlarimo menga bekli amroq bo'lg'ashqa, garchi opamning yomon niyatlaridan qo'rqsammi, yana bir qatim tavakkul qilishni o'ylashdim. Shunda qilib men balamni elib Qashqarga mangdim. Bu mengishim burunqidek xo'shallik, baxtga emas, azobga, dardga qarab mengayotganimni kim bilsin. Men Qashqar shahar ichiga kirsam, Abdushukur oldimga chiqib turibdi. Biz oshxonaga kirib tomoq yegandan keyin uyga qarab mangdik. Uy Qashqar koni shaharining mush degan yerda edi. Shunda qilib to'yxati elibla uning bilan bir uyga kirdim. Bu uydagi kunlarim yana boshlangan edi. Qizni o'zimning qizidek ko'rib erkiltib baqdim. Qo'shnilarim hayron qolgan edi. Ana bo'lsa sizdek bo'lsa ha? deyishib ketadi. Bu yerdami kuchimning yetishicha savdo ishlarini boshlab o'tgan edim. Ammo bozor kunlikda u men bilan birga mangmaydi. Yuzimdan yuzimga sen bilan birga mangsam Gulgina ko'rib qolsa azoblandi deydi. Abdushukurning ajrashgan ayolning ismi Gulgina edi. Uning bilan urushib, ishnimni hal qilg'ili bo'lmaydi. Shunga ochiqimni ichimga yutib yashashga majbur edim. U barg'an sari uyga kirmas bo'lib oldi. Kechalisi meni ishlaydiganman deb bahona topatdi. Ammo uning kechasi ishlamaydigini yurkim to'yib turadi. Chunki kechasi ishlasa, kunduzi orom oladi. Bir kuni kechda yana ishlayman deb telefon qilibdi. Og'inisining uyiga borsam, uning bugun ishlamaganligini aytdi. Kechichi uyqum kelmadi. U soda nega bordigandi? U Gulginaning qishig'i kiramdigandi. Yo'q. U yerga kirsa, meni nimishqa bu yerga kelishimni aytdi. Bir kecha chekish xiyollar ichida uxlamay tongni atqizdim. Tang etishqa birer soatlar qolganda bu gumonimning rost yolg'onligini isbotlamasam bo'lmaydigandek o'rnimdan turdim-da, Gulginaning uyiga qarab mengib ketdim. Moto bilan 20 minutdan ortiqroq mang'andan keyin uning uyiga boratdim. Men shunchalik itik mangdimki, u men berib bo'lguncha u yerdan chiqib ketib bo'ldigandekli o'ylab bakla tizmangan edim. Tang suzlay deb qolganda yetib berib, o'zimni daldiga yushirib o'ltirdim. Ko'zimga ishonmayla qoldim. Yo'ruq tushib, odamning chiroyini obdalla faraq etgidek bo'lganda, Abdushukur xuddi o'z uydan chiqqandek xiyoliy chiqib kelyotdi. Yurkim so'qishdan to'xtab qolay devatadi. 12-qism.
Ah, taqdir. Bu dardlarimni qandoq qilay? Kimga aytay? Yuragim ochiq alamga to'ldi. Shu orliqda u cho'ng yo'lga chiqib, mashinaga chiqib ketib qoldi. Men u yerda xiyol surib, bek uzoq o'tirgan bo'lsam kerak. Putumning siyqirab og'riyotganligini bilib, o'rnimdan turib, shunchalik garg'in holda uyga yo'l oldim. Shuningdan boshlab garang holatda bir necha kun o'tkazibdiman. Hey, bu hayotning sinoqlari nemancha tugmaydigandu. Bu sinoqlar bekli ig'ir kelyotidi menga. Oshqoznim burunqidan yaxshi bo'lmag'achqa, bu besimlar tufayli bargan sir og'riydigan bo'lib qoldi. Endi diqqat qilmasam yiqilib qolishim aniq edi. O'zimni kutishni bilmasam bo'lmaydi. Bu ishlardan qiynapam xabar topdimi bilmadim, bir kuni telefon qilibdi. Bu qitim ota-onammi ham qiynapamlarmi qilil yavaşlashib qolgan edi. Balam, Abdushukurning ishlarini bildim. Av Gulgina degan bir nima beshini qaydirib ketgan o'xshaydi. Shunga siz bir amallarni qilib, bu yerga qaytirib akiling. Qolganiga men bor. Bo'ladi apa, men o'rinib baqay. Deb telefonni qo'ydim. Men qanday qilishim kerak? Qanday qilib Abdushukurni elib qaytib ketarman? Shunda xiyollar ichida bir necha kun o'tib ketdi. Bu jarayonda ikkimiz ikki uyda yotatdik. Qanday qilarkin deb qishig'i kirsam, "Voy manga, sen av uyda yot. Qishimda yotsang, to'limidirlab uyqum qolmaydi ekan." deb chiqirib yetadi. Burun men ayrim yotay desam, sen yinimda bo'lmasang uyqum kelmaydi ekan deb turib oldigan Abdushukurning amdilikda yenida men bo'lsam uyqusi kelmaydi ekan. Issit. Onun yalğan yağdaq gaplariga ishinib bu yerga qochib kelganim. Bu taqshalmagan jahonni ko'rmamdigan. Qaynapam oxir Abdushukurga telefon qilibdi. Meni elib darhol shaharga chiqishni aytibdi. Shuning bilan ikkimiz shaharga qarab mangdik. Ota-onammo nemishqikin burunqidan bakli yumshab qolgan edi. Ikki uydagi qudilar biz bo'lmasaqmi qilil chiqishib, "Voy qudam" desa, "Qudam" deyishib ketishibdi. Bularni ko'rib xush bo'lgan bo'lsam-mu, Abdushukurning qilganlaridan ko'nglim yanada parakanda edi. Apam bo'lsa, endi bizga boshqachalar amroq bo'lib qolgan edi. Uyda neyim bo'lsa, shuni akilib beradi. Abdushukur bo'lsa, kun bo'yi uyga kirmaydi. Attigani chiqib ketsa, kelar kuni attiganda tong yuray deganda yoki yarim kechida paydo bo'ladi. Men kunduzi qandoq pul tepish xiyoli bilan pulga ishlash bilan kun o'tkazsam, oqshimi nari so'g'uq uyda xayol surish bilan o'tatdim. U texi xechil bo'lmay, qimar o'ynab qaraz bo'lib qolsa, u qarazlarni mang ittirib qo'yadi. Pat-pat telefoni sayrab qoladi. Undaq chaqlarda telefoni besib etadi yoki sirtqa chiqib oladi. Uchurlarimi kelib turadi. Bir kuni telefonni qo'yib sirtqa chiqib ketdi. Men mushu fursatda u davomli paralashadigan telefon nomerini telefonimga kirgizib oldim. Bir necha kun o'tib bozorga chiqib, ommiy telefonda telefon qildim. Telefondan bu Gulginaning ovozi bo'lmasdi deb baktilab ketib-atdim. Men jimjit turib qoldim. "Vay, gap qiling-a. Siz kim o?" U to'xtamay shundoq devatadi. Men telefonni qo'yib etdim. Unga gap qila olmaydim. Agar unga gap qilsam, Abdushukurga chiqish tursa, men shundan keyin hech ish bo'lmagandek chandurmay yurayverdim. Uni yaxshi kutsam, o'zimga qarata olayman. Mendan ta'sirlanib, o'zligidan xatoligini toniydi deb o'ylab, unga qilmaganlarim qolmagan edi. O'tganda uning tizdan toping'icha sapliq qichqoqdek bir narsalar aynib ketibdi ekan. Tatlab terisini yirtib qilmagan dorisimi qolmabdi ekan. Men uning putini kunda bir vaqt issiqlik to'rida yuyib, xeyli yaxshi bo'lib qolgan edi. Hatto bir kuni putini yuyib o'tirsam, aks kelib qoldi.
Ohoy, abchukör. Bagdak o'ltirib ketibsan-ku. Gulgina putungni yuyib qo'yish emas. Bir haqiqatan putungni yuydiganga suv tayyorlab bergan yeri bormi hay? Bu baxtni qadrlasang bo'ladi. Debni qo'ygan edi. Shayarga kelganning yaqi u oqshimi to'lisi uyda o'ltirmag'ashqa yana adab qapti. Shunga u uyga qandoq chaqlarda kelsa, shundoq chaqda putuni yuyatdim. Ba'zan ayollar, "Voy atamay, erimning putini yuydiganға men uning qo'li emas. Men uning xizmatini qilib charchidim. Shunga mening putimni yuyib qo'ysa to'g'ri bo'ladi", deydi ekan. Men o'ylayman. Erlarga putimizni yuyg'izib, qo'lning ayoli bo'lib yashagandan, erlarni podshoh o'rnida ko'rib, putini yuyib, podshohning ayoldek yasaq yaxshi edi. Ammo men qanday qilsam, uning ko'nglini utib, yaxshi o'tarmankin deb, uning oldida ot eshakdeklar ishlabdiman. O'zimni kutishga ahamiyat bermabdiman. Haftalab biror qitim aynakka qarab boqmabdiman. Uni yaxshi kutsam, uylarni ratlik, pokiz tutsamli bo'ladi deb o'ylayaptiman. Ma'lum bir kuni mening bu xiyolimning xato ekanligini tuyuqsiz his qilib qoldim. Tamoqlarni yeb bo'lib, men uylarni yig'ishtirib bo'lguncha gap qilmay o'ltirgan Abdushukur amdili uftab karvatning leviga kelib o'ltirishimga aynakni ko'targuncha qishimga keldi. Va yinimda birdam qarab turgandan keyin o'ltirdi-da meni o'ziga qaratdi. Men uningdagi bu o'zgarishdan hayronlik ichida shunchalik hayajonlanib ketib boratdim. Uningdan mamnun bo'lib o'tdim. U aynakni menga qaratib turib so'z boshladi. Qarg'ini aynakka. Hamda menga qara. Aynak simo bilan meni selishtirib baqa. Ikkimiz mos kelamkanmiz. Obdanroq qara. Ma'urasim qara. Ikkinglar qanchalik farqlanadikansizlar. Abdushukur telefonni saqlab kelayotgan Gulginaning rasmini menga tanlab turardi. Ey, nemiga o'qib tursa? Sen qilgan ishlar bo'lsa bo'ldi. Erdadagi hissiyatni o'ylabmi qo'ymaydigan bir maxluq. Haqiqiy latafat mening Gulginada bor. U erlarning hissiyatini tushundi. Erlar uchun yasinishni biladi. O'zini asrashni biladi. Senda undaq latafat yo'q. Shunga o'zingni bilib, mendan ajrash. Nima deyapsiz? Undaq odam nemishqa Gulgina bilan ajrashib, meni qaytirib kelasiz? Siz meni o'yinchiq o'rnida ko'rib qoldingizmi? Ikkimiz bir hazo talashgandan keyin u chiqib ketdi. O nima deyapti? Burunqi Abdushukur qani? Men kim uchun bu jabarlarni tortyapman? Meningmi o'zimni tuzashtirgim yo'qmidi? Qani menga shundoq fursat? Uyni qamdash uchun tirishmasam osh qilmamdiq. Namrat erga tegsam shundoq bo'lamdigandi. Erlarga erini qaqshitib turib yasangan ayollar loyiqmidi? Ajiba burun yuzimga may surkab qo'ysam, ochiq keladigan Abdushukur amdida nimandaq o'zgarib ketdi. Hey, zodi aqlim yetmaydi desa. Uni qilmaysan, buni qilmaysan deyishlar saxt ekan asli. Gulginaga o'xshash qilma deganni. Qiyirishib turib qildigan ayollar haqiqiy latofatlik ayollar ekan. Erim qarastar bo'lib qolmasin, boshqalarning oldida chiroy sarg'ayib qolmasin degan ayollarda latofat yo'q ekan emasmi? Mening xiyollarim hech tugaydigandek emas. Xiyol qilib o'ltirib kash bo'lguncha hech ishmi qilmabdiman. Abdushukur shu chiqib ketgancha 3 kungacha uyga kirmadi. Mushu kirmagancha kirmaydigan o'xshaydi deb o'ylab tursam, yerim kechida g'ariqmas kirib keldi. Chandurmay eshikni ochib berdim. Bek sovuq bo'lg'ashqa g'al-g'al titrab ketibdi. Qarsam mashning o'ti teg'i o'shmabdi. Shuning bilan ko'mir silib o'tni ulg'aytdim. Uymi birdamda issidi. Uning kiyimlarini saldirib, o'rin silib yotqizib qo'ydim. U kechichi jo'ylib chiqdi. Gulshan, sen
Nimishqa hammaga chidaysan? Men bilan urushsang bo'lmamdi. Sen jim turib olgancha men bek azoblanib ketayotganman, bilamsan? Hay Gulgina. Sen bir yalmavuz. Sen meni yeb bo'lding. Sen kiyinishni, xajlashni bilsan. Manga qilchilik kuyiming yo'q. U bu gaplarni qasddan devatamdi yoki rost o'ylavatamdi bilamagan edim. Atiganda ochiq qilib suyqash etib uni uyg'otdim. U gap so'z qilmay tomog'ini ichib bo'lib, yana uydan chiqib ketdi. U shu kundan keyin necha kunda bir kirib qonib, qo'rsqini to'yg'izib olibla chiqib ketib yurdi. Men mu ortiq gap qilmadim. Mening chiroyimdagi hasratni ko'rgan opam "Bardoshlik ber, chida, aman o'ngishiladi" deydi. Apamning Abdushukur meni voy deganda qarshi chiqqanligi mening nafratimni qo'zg'agan bo'lsa, menga asar berganda bo'lsa, tasalli berib, rag'batlantirib qo'yishi menga yanada zo'r madad bo'lib o'tadi. Apamning bu ishlari menga ko'ngil bo'lib yoki meni qasdanga qiynayotganimni bilmadim. Ish qilib bildiginim u o'zgargandek qiladi. Bir kuni Abdushukur atigan o'rnidan turib, "Polo atgina jinim xotin. Bekli polo yugim kelib ketdi" dedi. Men bundan hayron qoldim. Chunki u pologa amroq emasdi. Shunga men mu atmaydim. Gap qilmayla polo atdim. "Qishim kelib o'ltira." Men sal tamtirganda qilib uning yoniga kelib o'tirdim. U yana menga nima demoqchi-di? Mendan yana nima qusur topmoqchi-di deb ansiraydim. Men sana shunchalik zulm qilsam-mu, haqorat qilsam-mu, sen untinsiz chidab kelding. Sening shu gunohsiz farzandimiz uchun qilayotganingni, chidayotganingni bilaman. Men san qoyil. Men sening uchun cho'qim o'ngishilib ketaman. Sen bilan yana burunqiga o'xshash yaxshi o'tishni, burunqi vaqtingizga qaytishni o'ylayman. Uning bu gaplarni anglab, ko'nglim yana shurida eriblik ketdi. Ko'zimdagi yosh to'kkan o'xshaydi debdiman. Asli necha vaqtdan g'ururi, maydoni yo'q er uchun namlangan ko'z ekan. Mana endi asraq aqlga kelganligi uchun o'zimni bilmagan holda yoshlarim sirg'aytdi. Abdushukur shu kuni tatliq va'dalarni berib, meni bag'riga besib sirtqa chiqmadi. Men necha kundan tortgan azoblarim, ko'rgan kunlarimni biraqla unutib ketgandek qilatdim. Shunchalik xushal edim. Chehrimdan kulga, xushallik ketmaydi. Qara o'moqliqingni bugun nimdaq o'moq bo'lib ketdi? Abdushukur meni turibla shundoq deb erkiltib qo'yatdi. Erlarning kallasi qayg'anda uydagi ayolning chiroyi, alvasning chiroyidek ko'rindiga o'xshamamdi deb o'ylab qolatdim ichimda. 13-qism. Uning bundoq yaxshi muomalasi uzunga bormadi. U turibla burunqida bek asabiylashga boshladi. Kunda maskiratdi. Gap so'z qilidan qayib kesla urib tillaydi. Bara faqatla bardoshlik beramay qoldim. Bir kuni qiynapamning inisi telefon qilib, azroq paranglashgandan keyin Abdushukur ikkimizning ahvolini so'radi. Uning deyishicha, Abdushukur o'tganda Gulgina bilan urushib qapti ekan. Hozir yana aplashib qapti. Bularni anglaganimda oldingi qitim Abdushukurning nima uchun shundoq deganligini tegiga yetdim. Uningdan ko'ngli suv ichmaganda meni go'llab tikanda asli. Necha kun o'tib kayfiyatim toza yaxshi emas. Balam ochqinni keltirib, uni urmoqchi bo'lib qo'limni ko'targanimni ko'rgan qiynapam o'g'limni qochirib atdi. O'g'lim shu qashqancha uyga kirmadi. Qorong'i tushgacha uni izlab hech yerdan topolmadim. Birinchi oy qattiq sovuq vaqt bo'lg'achqa uningdan ansirashga boshladim. Abdushukurga telefon qilsam, telefoni etik chiqdi. Uyimdagilar bilib, taraf-tarafga izlab mangdi. Men Abdushukurning do'stining telefon nomerini izlab tepib, Abdushukurga bu ahvolni dedim. U birdamdan keyin keldi-da,
Manga intayin ochiqi bilan satbirni qarab o'tgandan keyin o'g'limni izlab chiqib ketdi. Birdamdan keyin o'g'limning "Odam bormi, qutqizinglar" deb varqirgan ovozi mahallani bir olgan edi. Demak, Abdushukur balani tepib toza urgan edi. Odatda uni mundaqla urib qo'ysa, xuddi odam o'ldigandek varqirab olamni ma'lum qiladi. Shu vaqtda o'gay dadam nerdan paydo bo'ldi bilmadim. Yugurib kelguncha Abdushukurning yoqasidan tutdi-da bir shaploq soldi. "Ey, balını urduğun sen kimdin? Oynab gelipla, balını urduğun nima haddin? Ey, Qadirvoy, sen meni urib atamsan? Sening meni urduğunga nima salaytding? Balı bolsa mening, sening nimkaring? Nim davatsan? Vuh, nahli. Balın sen tapqan bilan men baxtim. Vuh, tuzko. Qap to'xta, Qadirvoy. Bu içimni hamon bir kun olaman." Bu ko'rinishlarni ko'rib, nima qilarimni bilmayla dong qotqinimcha turibla qolgan edim. Qo'shni qulimlar kirib, bu jidalni besiq turganmi bo'ldi. Shuning bilan Abdushukur ketib qoldi. Balamning unimog'iga qaramay, uni elib o'z uyimga qaytdim. U uyni Abdushukur bilan yarishdan burun o'zim solgan uy edi. Apamning uyiga yoki Abdushukurning uyiga berib, ko'nglimni yana bearam qilgandan deb bu uyga qaytib keldim. Necha vaqtdan Abdushukur bilanmi shu uyda turayotgan edik. Bunda qilsam til qisinchilikdan qutula olaydim. Har ikkili taraf meni desa bemalol bora olaydi. Biroq hech kim kelmadi. Anglashimcha necha kunning yoqi o'gay dadamni urib-tuqqanla ayblabdi. Shuning bilan Abdushukurlarga choy quyib nomaqul bo'lmoqchi bo'pti. Biroq Abdushukur qat'iy unamabdi. Men yanala kelilik majburiyatimni yaxshi ado qilish uchun qaynopamning uyiga borgan edim. Tushlik tomoq etayotganimda opam kelib, Abdushukurni chaqirib, sirtqa olib chiqib ketdi. Men asta sirtqa chiqdim. "Balam, o'tganki ishda dadangizdan o'tdi. Asli unda qilmasa bo'ladi. Shunga biz sizga nomaqul bo'layli. Uyga chaqirib nomaqul bo'lg'ili sizlarni taklif qilib kirdim." "Nimdavatla? Shuncha haqni oldida urib, tillab, haqoratlab, qildiganni qilib bo'lib, mushundaqla apo so'rsa, ish tugamdikan? Ha. Yana kelib, Gulshanning narin depsizlarning bu haqoratinglarni ko'targidakmi? Uning xotin qilg'idak ya chiroyi bormi? Yana texi o'z vaqtida Gulshanning menga yuzsizlik qilganligini silami billig'u deyman. Elimi o'zimni shunchalik zo'rlab baqdi. Ammo mumkin bo'lmadi. Uning bilan davomli bilib o'tishga faqatli ko'nglim ko'tarmadi. Nima da'vatsiz Abdushukur? Bu gaplarni siz qilyapsiz? Sizdekmi erkak bo'lamdi? Buningga yalvormang apa. O baribir men bilan uy tutmaydi. Bu bir bahona. Men shundoq deb qo'yib uyga kirib ketdim. Abdushukurga bir og'izma gap qilmadim. Tamoqni berib bo'lib uyga qaytib ketdim. Atis atigan u Qashqarga mangmoqchi edi. Shunga amal yo'q balni akab bergan, taqilib barman degashga uni opirib berdim. Qani umu beqib baqsin. Burun mushumi sening baqqan balang deb meni tillagan edi. Balamning oqqan kesili bor edi. Men uni davolatish uchun qilmaganlarim qolmagan edi. Kechsimi tuzukroq uxlay olmaydim. Chunki u hushdan ketsa jiddiy qutulishga arali ulguradi. Bir qaytam balaga pul yetishmay telefon qilib pul silib berishni, bala doktordan chiqqanda qaytirib berdig'imni aytganimda ma'qul deb qo'yib, orqadan telefonni aytib olgani aniq esimda bo'lg'ashqa, balaning qanchalik jafoyining borligini bilib baqsin deb o'yildim ichimda. Shunda qilib, balam chiqmayman desimi unimay dadasi bilan qo'shib yo'lga selvatgan edim. Chidamasam, mangdirmasam bo'lmaydi. Yuragim qattiq og'riyotdi. Ammo chidamay amal yo'q edi. Bu mahallada tursam ko'nglim to'limi bearam bo'lib o'ltira olmay qoldim. Balamni sig'inib, kunlarim bahladasida o'tib-o'tadi. Nahiyadagi Navra akamga telefon qilib, "Bami ahvollarini" dedim. "Aka,
mening bu mahallada faqat turg'im yo'q. Men bugun yo'ldishimdan, balamdan ayrildim. Shuncha vaqtdan men uning uchun nurg'un jafo mushaqqatlarga chidadim. Endi bo'lganda men uningga mos kelmaydigan bo'lib qolibman. Qilgan aqidamga qaytirgan javobini anglab, uningdan bakmo umidsizlandim. Endi qaraganda uningdan ajrashadigan o'xshayman. Asli burunli ajrashib ketganda uning gapiga kirib yenishvamsam bo'pti ekan. Men ishqimga qaytib kelgan bo'lg'aydim aka. Singlim, bo'ldi yig'lama. Og'rib qolsa, har kim qilsa o'zi qiladi. Shunga sen ko'p o'ylamay, mening qishimga kel. Bir necha kun yaxshiroq aram ayilib olgin. Akam bilan shundoq kelishib telefonni qo'yibdim-da, darhol mengishga tayyorlandim. Akamning ayolini ko'rib baxmag'ashqa, u ayolni tushunmaydim. Shundoq bo'lsa-mu barmasam bo'lmaydi. Men ular deb bergan adres bo'yicha uyga bordim. Oldimga akam bilan uning ayoli chiqqan edi. Biz uyga kirdik. Akam ko'nglimning bearamligini bilgachga bakli yaxshi kutib oldi. Atsi bozorga elib chiqib, unimga unmay bir quri kiyim elib berdi. Men akam bo'lgandikin deb ortiq o'ylab ketmabdiman. Ammo yengam meni navra akamdan bakli kunlab ketibdi. Kech bo'lganda akam Kiyimlarini kiyib chiqqan. Men ko'rib baqay. deb turib oldi. Amalsiz kiyib chiqdim. Va, qara olmoqliqni singlim. Sen bola, har uyda nimaga o'xshab qolsa. Hamda qarab baqina o'zingga. Shunchalik go'zal. Singlim, azroq kirimmi qilgan? Ya'ni, seni qarlganlar qanday qildiki? Men xijillikdan yerga qarab turatdim. Bir kamda beshimni ko'tirdimda, yengemning xuddi bizni chaynab purkvatgidek darajada chaychib turganligini ko'rdim. U demisimi nihoyat semiz va bakar bo'lib bakli kelangsiz ko'rinadi. Tezlik kiyimni selib etish uchun kirib ketdim. Kechda uning bilan birga yotdim. Qarang Gulshan, akangiz sizga nemishqa buncha vaydab ketganini bilamsiz. Uning niyati boshqa. Şoňa aldığınızda küçüklenip sizge yaxşı görünüş üçün ornub atıdı. Hada, bu nemi degininiz? O gerçi öz akam bolmuşsumu, men onu öz akamda görümen. Akamı şundaq görgeçken bana şundaq kılıp atıdı. Siz bek köp oylap kettiniz mi qandaq? İş qılıp oynub iş qılang. Onun bu gepiden bu yerde turishni obdaraq oylanıp qarar qılang degandek düşendim. Әтіс әтігенде тамақ әткәш ақшамғы ішларыны дейіштік. Сіз зады құпсам му, яки гепімні расыл түшенмедіңіз му? Әді, мен әтігенде орнымдың тұрыплы кетей деп маңсам, акамның сізді хата түшініп қылышыны қалымыдым. Шуңа тамақ дейінкен акам білін қошылышып антын кетей деген. Vay xenim, şundaq mı? Әжәп акаңыз білін қошылышып маңмысылы болмағыдек İkkinlining bir ishi bormidi? Hada, nima deyapsiz? Bu nima deganingiz? Bunda qarchaplamang bo'lamdi. Biz shundoq deyishib turishimizga akam qayoqdan keldigan qaynab ketdi. Ey, qanjoq. Sen tek singlimni ketkizib etmoqchimi? Ikkimizning albatta bir ishimiz bor. U bo'lsa-mu qarindoshlik. Buni esingda ching tut. Uning ko'ngli yeyirin. Bo'lmasa, sen qanjoq yaqin yo'laydigan qiz emas u. Yurasinglar. Seni bekatga olib yo'lga selib qo'yay. Hamda bu uyda tursang, men xotirjam bo'la olmayman. Bunda hasadxo'rning ichida tunguz qatiraydiganlar bilan billa turma. Deginicha meni o'ydan elib chiqib ketdi. Nima deyishimni bilmayla qolgan edim. Bir eg'iz gapmi qilishmaymandik. Navra akam meni bekatga olib mashinaga selib qo'ydi. Xo'sh, men sal turib telefon qilaman. U shundoq deb ketib qoldi. Mashina menga birdamdan keyin telefonim sayrab ketdi. Qarasam akam ekan. "Vay aka,
Sangla, meni kechirgin. Sen xo'shallik qilaman deb bu yerga akilib sen azar berib qo'ydi. Boy sana desam hargizmi olmaydi. Shunga so'mkanga azroq pul selib qo'ydi. O'zing o'ngshab ishga kirish bo'lguncha say ko'ktat bo'lsin olarsa. Agar qiyinchilik tartib qolsang, telefon qilga. Qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Aka, bu nima qilganingiz? Men shundoq deyishimga telefonni qo'yibdi. Men telefonni qo'yib sumkamga qaradim. Pulga qarab o'ltirib qoldim. Sumkamda 500 koy turardi. Akamga qayta telefon qildim, ammo olmadi. Hey, bu hayot nimandaq agri to'qaydi. Mening beshimga kelayotgan qismatlarga hayronman. To'xtamay kayni-kayndan kasal bo'lib qolishim. Ota-onamning mijozini o'zgartganda Abdushukurning o'zgarib ketgani. Mana endi akam bilan ishi bor deb qara chaplanganim. Nimanchilar xo'rliq tartgandiman. Menga yaxshi kun yo'qmidi zodi? Mashinada ekanligimni unutgan holda yig'lab ketibdiman. Ko'z yoshlarim hech to'xtaydigandek emas. Bir chaqda shoför askardi. Qanqas, keldik tushamsiz. Şoförga kira haqqini berib etib, mashinadan tushdim. Uyga kirishimga balamning siymasi ko'z oldimdan ketmay, yana o'zimni to'xtatolmay yig'lab ketdim. Balamning kiyimlarini purab, kechich quchoqlab yetib uxlab qopdiman. Tush ko'ribdiman. Tushimda balam: "Oppa, siz meni tashlab etdingizmi? Endi meni boqmamsiz?" deb menga qarab yig'layotgandak. Uyg'unib texmo beyaram bo'ldim. Nemishqa elib ketaman desila berib etgan bo'lg'aydim. Har qancha jafosi bo'lsa-mu, mening balam emasmidi? Aslida mening har bir kunlarimga tasalli bo'layotgani shu ekan emasmi? Kunlarim balamni seg'inish, aslash bilan o'tmoqda. Mana, u ketgili bir oymi bo'ldi. Bir qatim telefon qilmadi. 1,5 oy bo'lganda telefon qilibdi. U bekmo yig'lab ketdi. Tasalli beratdim. Balam dadisi bilan 3 oy turdi. 3 oy jarayonida aran 3 qatim telefon qildi. Dadingizning, o'gay onangizning gapini yaxshi anglang. U garchi sizga o'gay bo'lgan bilan hozir sizning holingizdan xabar elayotdi. U o'z onangiz balam. Meni xush bo'lsin desangiz, ularning gapini yaxshi anglang tatliq balam. Ba'zi bir onalar ballarga o'gay onasini sat ko'rsatgan. Men o'ylayman, unda qilish yaxshi emas. Unda qilsak ballarga yaxshi ta'sir bermaydi. Shuning bilan bola yomon odatni yetildirib oladi. Shunga men shunday tarbiya qilatdim. Gerçi o ayol mening oilamni buzgan bo'lsa-mu, bu adovatni ballarga singdirsak bo'lmaydi. On 4-chi qism. Bu 3 oy menga 3 yildek o'tgan bo'lsa-mu, jidimisam qat'iy bo'lmaydi. Balani men jafo tartib baqsam, texi mendan rozi bo'lmay xafa bo'ladi. Men jafo tartib-atganda, u bo'lsa topgan pulini o ayol bilan xashlab, rohati yashayotgan edi. Uning Qashqardagi tuqqanlari menga amroq bo'lg'achqa, meni hamma ishdan xabardor qilib turardi. Texi mundaqmi deb qo'yatdi. Hay singlim, Abdushukur ketkizib qo'ydi. Uning bunchalik do'tliqlarini o'ylamabdi emas. Hay, u hamon pushaymon qildi. Ular menga to'la tasalli beradi. Bir kuni qiynapam Ro'zaxonning shaharga qaytib kelganlik xabarini angladim. O'g'limni birga kelganligini his qilatdim. Chunki ularning balni yaxshi beqib ketamay, hardiganligiga ishonatdim. Kechkirgacha saqlagan bo'lsam-mu kelmadi. Umidsizlik ichida yetib qoldim. Endi ko'zimga uyqu kelganda eshik chekildi. Yugurib chiqib eshikni ochdim. Ammo odam yo'q bo'lib, kimdi bu deb g'o'dirab qo'yib, kirib endi yotay deshimga yana eshik chekildi. Darg'azab ochiqim bilan kim o'san deb varqirg'idimcha eshikni ochdim. Birisining qap-qapla bo'ynimga gira silib quchoqlashi bilan endi kep varqirab ketdim.
Balamның, яни o'maq o'g'limning, men uzoqdan taqozo bo'lib yo'lga qarawatgan o'g'limning edi dimiqimga o'rilgan edi. O'g'lim apa deb bo'ynimga gira silib, meni mahkam quchoqlab olgan edi. Men o'g'limni yeni-yeni so'yib ketdim. Ko'zlarimdan yoshlar yipi o'zilgan marjondek quyilmoqda edi. Bizning ovozimizni anglagan ukam va cho'nglarimi chiqqan edi. O'g'lim hammasi bilan ko'rishib bo'lib, yana kelib bo'ynimga gira silib o'tirdi. O'g'lim amdila 9 yoshning qarisini olgan bo'lsa-mu, u baktiz yo'g'ing'ashqa, uning bo'yi 10 yoshdan oshgan bolalardek bor edi. "Voy, sen apangdan boshqalarni seg'inmagan o'xshamamsan?" dedi apam. "Hi, hammanglarni seg'indim." dedi o'g'lim o'maqqina kulib. Ular birdan o'tirgandan keyin uylariga chiqib ketishdi. Bu kechadagi ishlar menga esimdan chiqmaydi. Balam bir kecha meni uxlatmagan edi. "Sizni texi opam meni boqmaydigan o'xshaydi debdiman. Shunga qaytib kelammidim. Bo'lmasa bir oymi turmayli qaytib kelatdim." "Senimi boqmaydigan ish bo'lamdi o'g'lim. Menga bir butun dunyoni bersimi senga tegishmayman." 5 yoshga kirmayla ayrim yotadigan bu o'g'lim bugun siz bilan yotaman deb turib elib qo'ynimdan faqatla chiqqili unmadi. "Jinim oppa, sizni bekli suyg'inib ketdim. Bugun bir kecha sizni quchoqlab yetib olay. Ertadan boshlab ayrim yotaman." Uning shundoq tatlı gaplarini bekli seg'ingan edim. Men endi ko'nglim intayin xotirjam holda yetib O'g'limning deb berishicha Qashqarga chiqibla, atisi o'g'limni elib Gulginaning qishig'i kiribdi. Abdushkur ishga kelsa, keyindilla Gulgina sirtqa chiqib ketadi ekan. Balam ukusini beqab o'ltiradi ekan. Qo'rsqi ichib kelsa, sho'g'irish qaynatib ichib, sovib kelsa, yana qaynatib, u bir qasam bo'lib ketib, dadisi, onasi uyga kelganda isitib ichib degandek o'tibdi. Dadisimi bir eg'iz gap qilmabdi. Gulgina asaldan tamoq etishga o'ch edi. Buni men boshqalarning og'zidan anglagan edim. Tamoqni asosan oshxonada yeydi ekan. O'zlarining qo'rsaqini to'yg'izib olsa, bolalarning qo'rsaqi osh qiladi ekan. Balam qo'rsaqqa yaxshi yegashga yo'g'ongan edi. Uningga kiyim elib bermasam-mu mayli deydi. Ammo qo'rsaqi osh qolsa faqatla chidamaydi. Bu ahvolga chidamagan qiynapam, "Senlarning oldinglarda xorlangan bola yo'q" deb o'g'limni yondirib elib ketdi. Er kishi turib bir balni sig'diramabdi. Ajab oldimda cho'ngchilik qilib ketgan-tig'u deb o'yildim ichimda. Balam boshqa odam bo'lib chiqqan edi. Burun balam "Ma'ishni qilib eting" desam, gohi qilsa, gohi qilmaydi. Gap qilsam, dom suyib qo'yinib oladi. Ammo hozir bekli ishchan bo'lib ketgan edi. Men balamning kelgisi uchun pul yig'masam bo'lmaydi. Kelgan elchilarni qaytirib, balam uchun dunyo yig'ishga kirishdim. Urug' tuqqanlarning yerlariga yordamlashib ish haqi olatdim. Qandaqli ish bo'lsa bosh tortmaydim. Shundoq ishlab yurib 10-15 tek qo'y qilib oldim. Birarisi yetim paqlonlarni bersa, tayyor sut elib uni boqatdim. 7-8 yetim qo'zi baqsam, bir yillik go'shimiz uningda hal bo'ladi. Men atigini sahar turib, tong suzilib bo'lguncha tamoq etib, mollarga o't elib, etizg'i mang'icha ishlarimni tugatib bo'latdim. Balammo bek ishchan bo'lib ketib boradi. Kechda uyga kirsam, osh bo'lsimi etib turadi. "Balam, bo'ldi. Buningdan keyin tamoq atmang, o'zim etay" desam unimaydi. "Oppa, men Qashqarda qo'rsqim osh qolganda tamoq etishni o'rgandim. Shunga xotirjam bo'ling. Men jafo tortmayman. Qarang sizga, shuncha jafo tortayotgan tursingiz, erib kirganda osh bo'lsimi etib tursam, ordiqingiz chiqadi emasmi? Yana men sizga ish qilishib bersam, mendan voz kechib, dadamga berib atmaysiz." "Jinim balam, qo'rqmag'in. Endi hargiz bermayman." Men qachilarni yuyay desammi, unimay qachilarni yuyuvatdi. Teximini yotqizib, put-qo'llarim tutib ketadi. Bundaq chaqlarda o'g'limdan bakli faxrlanib ketatdim. Men bara-bara baxmichilik qilishga boshladim.
Bozorga mal akirsam, savdogarlar mening melim tükkanda ondan boshqa malga qarshatdi. Vah, nimancha pokiz baqqan mallar bu? Deyishmi ketadi. To'g'ri, men baqqan malning ballari egilmaydi, ham bek pokiz edi. To'lsi oq qo'y baqatdim. Oq bo'lgan bilan bir yerda qarqur meynanchilik yo'q edi. Mening kunlarim shundoq davomlashyotdi. Bu jarayonda Abdushukur yana pat-pat telefon qilib dard to'katdi. Uning deyishicha, ayoli faqat iqtisodchilar emaskan. Shunchalik topsimi faqat yetishamay o'tibdi. U doim ayoli yomonlab kirib ketganda telefon qilib dard aytadi. Menga nimishqa dard to'kidi. Bo'pti Abdushukur, siz eg'ir bo'ling. Eg'irni ko'taring. Uning bilan ajrashsangiz 2 yerdan 2 bola yetim bo'ladi. Qiz bola yetim bo'lsa, oqibatning qandoq bo'lganini obdan bilasiz. Tez kirib ayolingizni elib chiqib eling. Hey, qara. Uning qizni o'zimning qizdek yaxshi ko'rib baqsam, nimish qilmam bunday qiladi deyman. Bo'pti, eg'ranmang. Uning qizni baqqan bo'lsangiz, sizning bolangizni baqadiganlar chiqadi. Shunga hargiz baqdim degan gapni qilmang. Bu degan o'tni jahon deb tasallilarni beratdim. U atsli ayolni elib chiqoladi. Bunday ishlar doim yuz beradi. Ba'zida ochiqim kelib qoladi. Men bilan ajrashib turib, yana xijil bo'lmay, meni izlagandan xafa bo'latdim. Nemishqa menga bu gaplarni deysiz? Mening xush bo'lib ketishimdan, xo'p bo'pti deyishimdan ansirmamsiz? Sen boshqalarning azobidan xushal bo'lgan inson emas. Bo'lib mening azobimni ko'rsang, xo'p bo'pti demaysan. Dardlarimni sana deb olsam, yeniklab qoldi ekanman. Sen xuddi do'sting yo'l ko'rsatgandek, to'g'ri yo'lni ko'rsatib beralaysan. Men doim qanday qilishimni bilmay qolganimda, sana telefon qilib paranglasam, yengillab, yangi chiqish yo'lini topgandek his qilaman. Ham o'zimni baxtli yengillab qolgandek his tuyg'uli bo'lman. O'zing shuncha oq ko'ngil, boshqalarga yaxshilik qilsammi deysan. Ammo sening bu yaxshiligingni xato tushunib oldi ekan. Masalan, Gulginadek. Nima? Gulginaga nima bo'pti? U meningdan sizni kullamdi. Voy, kullisigo mayli-de. Buni normal ahvol deb bilatdim. Bu ikkimizning chatiqi bor. Mening uyimni buzmoqchi, qasdanga ziddiyat setib oladi. Agar uning bilan yenishadigan ishni qilsam, qo'yingni buzaman, o'lib olman deb chalvoqaydi dexe. Voy bo'ldi qiling Abdushukur. Boshqa ish emaskan shu kundashlikkan. U sizni yaxshi ko'rgashga shundoq deydi. Yana kelib siz uning oldida bir qitim mening gapimni qilib qo'ygan yeringiz bor o'xshaydi. Shunga shundoq qiladi. Bu biz ayollarning odatimiz. Hayt Gulshan, sen nemish hech kimga o'xshamaydigansan. Aqlliqliging dexe. To'g'ri, men uning oldida sening gapingni qilib untilgan edim. Nima degan edingiz? Senda xotindan o'ni bo'lsimi bir Gulshanga tan qilmayman degan edi. Tova, shundoq deysangiz, ashunda qilmay qanday qiladi hamsa? Sizmi xijil bo'lmay, meni maqtingizda qarang. O'z vaqtida meni tashlab etib, yana izomi tortmay, menga telefon qilib, dard to'kishlaringizdan o'rgilay. Qara Gulcha, o'z vaqtida sinim kamsitgan chaqlarim bo'lgan edi-ku. Ammo sen unda qilmagan. Bo'ldi Abdushukur, burungi gaplarni deyishmayli. Men degan men, o degan o. Shunga ikkimizni selishtirsangiz, uning bilanmi, men bilanmi yoki boshqa birisi bilanmi o'ytib bo'lamaysiz. Shunga yeningizda barni qadrlang. Uning ortiqchiligidan huzurlaning. Kamchiligini afv qiling. Shunda sizlar baxtli bo'la olasizlar. Men shundaq nasihatlarni qilib telefonni qo'yib etdim. Uning azob tortganda meni ask ilib dard to'kishlari to'xtab qolmaydi. Lekin mening qanchalik dard ichida o'tayotganimni o'ylabmi baxmaydi. Buni faqat bir o'zimni bilatdim. Uningga menga dardingizni to'kmang, o'zimning dardimni yetib oshidi degim keladi-yu, ammo unda qila olmaydim. U mendan xushallik izlagan ekan, cho'qim xushallikqa erishtirishim kerak deb o'ylaydim. Biroq o'zimga o'sh bo'lib qolatdim.
Chunki men uning bilan ajrashgan. Uning ayoli bor turuqliqmi uni əmdi meni izlamagan deyolmagan edim. Uning menga bergan azorlarini unutib ketgan edim. Balkim oilamdan qo'g'landi bo'lgan vaqtimda uning menga yetkazgan mehribonligidan bo'lsa kerak. Uning shu azorchiliklari esimdan ko'tarilib ketgan edi. Men dehqonchilik, baxmachilik qilib yurib tortgan jafoyimning mevasini ko'rgan edim. Gerçi cho'ng qilolmasam-mu, oz soz qilgan edim. Balamni davolatib yurib, kesilimi saqaytib oldim. O'zimning salomatligim yaxshi bo'lmag'achqa, o'zimni davolatib degandek boshqalarning qo'liga qarab qolmay yashadim. Balamni shunchalik yaxshi o'qitqim bor bo'lsa-mu, ammo u o'qishga faqatli qiziqmadi. Men bir necha yil yolg'iz o'tdim. Loyiq kelmadi emas, balamni deb to'y qilmay o'tdim. Mening shunda qurbonlik berganimga yarasha balam yaxshi o'qigan bo'lsa-chu kashki. U o'tir maktabga chiqqandan keyin xo'y chiqarg'al turdi. Men bu 6 yil jarayonida belim, putum og'rib, menga mos bo'lib qolib, bekmi ko'p davolanib ketdim. Nurg'un davolanish orqali aran aqsab mengadek bo'lgan edim. Ammo jiq yo'l mangolmaydim. Jiqroq yo'l mengib ketsam, necha kun o'rin tutib yetib qolatdim. Balam o'tir maktabga chiqib, 1 yildan keyin maktabdan qochadigan bo'lib oldi. Aqsab yurib, bola izlash bilan kunlarim o'tib ketyotdi. Heli bilyardxondan topsam, heli to'rxondan topatdim. Balam 15 yoshga kirgan yillari meni to'q so'qib etdi. Heli partiya, hukumat va kenit kadrlarining yetaklashi bilan avtomatik tushib ketadigan vikulya chatil qo'yg'ashqa jenim aman qolgan edi. Burun o'gay dadamni to'xtatib olganda, dadamning qalidek yo'rkirab ketgini o'z ko'zim va qo'lqim bilan ko'rgan va anglagan edim. Mening yenimda hech kim bo'lmasa-mu, o'zi avtomatik tushib ketib, men hayot qilgan edim. Men tutgan simning na yalang'och yeri bo'lsin, sapsaq simni tutsam, qo'llarimdan po'jangza etilgandek charaslab, o'tlar chiqib ketgan edi. Men o'ldim degan shu paytda aman qolgan edim. Ne ovozim chiqsin, tamga yo'langanimcha o'ltirib qaptiman. Shu vaqtda qo'shnim kirib qoldi. "Voy Gulshan, nim bo'ldinglar?" U kelib meni yo'lab turg'izdi. Ammo men turolmadim. Yo'ldan o'tgan bir qo'shnimizni chaqirib akirib, meni yo'lashtirib, supiga yotqizib qo'ydi. Putlarimni o'g'lab birdam o'ltirgandan keyin o'ng'ishlab qildim, chiqib ketdi. Men gerçi mang'alg'idek bo'lsam-mu, meni to'q so'qiyotgandan keyin boshqa ishlarning hech qaysini esimga ola olmaydim. Qadrli do'stim, salonimizning taraqqiyoti uchun e'lon chekib asarlarimizni ham baharlashni, o'zingizning eng yaqin do'stlarga tavsiya qilishni unutmaysiz. Navada biz bilan do'stlashmoqchi yoki asar bilan ta'minlamoqchi bo'lsangiz, bizning undidor nomerimiz 113 48 59 166. 113 48 59 166. On 15 qism. Men shundaq xomush holatda 3 kun o'tkazdim. Asta-asta o'ngshilishga qarab meng'atyman. Shu to'xtatgandagi chaqda, agar meni vaqtida qo'yib bermagan bo'lsa, yana qandoq bo'lib ketatdimkin tang? Tapanimga yig'lab qolgan qonlarga qarab, shunchalik ko'nglim yeram bo'ladi. Buni azdab, badanimning eng nozik yeriga tuxum cho'ngligidagi bir narsa paydo bo'lgan edi. Bu bara-bara yo'g'nayotdi. Ukol soldirib baqdim. Ammo hech foydasi bo'lgandek emas. O narsa texmi yo'g'nab, meni qiynashga boshlagan edi. Bu yerdagi doktorning yo'l ko'rsatishi bilan cho'ng doktorxonaga berib tekshirdim. Kallamda doktorning "Siz darhol yotoqda yotmasangiz bo'lmaydi. Tekshirish orqali sizda o narsadan boshqa balyatquning ichida ushshaq go'shtlar bor ekan. Uni tezdan illatmasak, hayotingiz xavf ichida qolibdi" degan gapi aks sado bo'lib yonatdi. Dunyo, men sendan qanchalik ranjib baqmadim. Ortiq biror narsani talab qilib baqmadim. Biroq sen nemishqa
Немишqa manga bunday qishlarni nisib qilasan? Men chidadim. Bardashlik berdim. Ammo mening beshimga kelayotgan bu echinish ishlar hozirlantirib qo'yibotdi. Menga yana nima qismatlaring bordi dunyo? Xiyollarim meni hech bo'sh qo'yib bergandek emas. Bekatga kelib mashinaga qandoq chiqqanimni esimda yo'q. Yezig'imga kelib bo'ptiman. Bir chaqda do'stim Aysibaning meni silkib tortishdan xiyoldan uyg'onib atrofimga qaradim. Yaxshimisan? Nimachi tevishib ketding? Sana bir ish bo'lmagandi, ha? Ha, atgan doktorxonaga borgan edim. Onunğa doktorning degan gaplarini deb berdim. Kayfiyatim toza yaxshi bo'lmag'achqa, onunğa to'limi solg'in edim. Ha, ko'nglingni yerim qilmagan adash. Hozir degan meditsina taraqqiy qilib ketdi. Saqaymaydigan kasal yo'q. Cho'qim saqayib ketsan, bunchilik bo'lib ketmagin ha? Qara aptenga. Qarsa odam seni hozirla. Nima? Ulvalamiki deganma? Deb onunğa domsiyib qo'yib yana so'zimni boshladim. Xotirjam bo'lgan adash, kasal ustidan cho'qim g'olib kelaman. Men kayfiyatimni o'ngshashga tirishib Men sababli boshqalarning ko'nglining yerim bo'lib qolishini faqatla xohlamaydim. Bek ortiq o'ylab ketmagina, qara jenim do'stim. Hozir bir necha balla bizni oshxonada saqlayotdi. Ular sening tarpingni burundan anglab kelyotdi. Bugun sen bilan tanishib olg'isi bor ekan. Asta bugun bo'lmasmikin? Ko'rib turibsan, kayfiyatim bekla nachar. Sana necha qitim deyman. Kayfiyatingni yaxshi tutqin. Kasalning tub yuldizi kayfiyatga tutashgan bo'ladi. Kichikkina ishqa o'nchilik bo'lib ketmagina. Bo'pti amsa, gapingni anglay. Qani o do'stlarning qishiga boshla. Dedim. Biz yezda eng chong hisoblanadigan bir ayrimxonasi bor oshxonaga kirdik. Bu yerda o'g'illarmi bor edi. Men sal o'diqan bo'lsam-u, yenil chandurmay, ular bilan salomlashib bir o'ringa kelib o'ltirdim. Bizning kirganimizni ko'rgan mulozim kulib turib qishimizga keldi. U mulozim meni obdan tanitdi ham tushunatdi. Bizga lapida qarab qo'yib chaqchaq qildi. Qandoq Gulshan xonim, sizlarga nima lozimki? Bugun boshqacha tursiz. Tamoqlarni boshqacha chiqaramdik ya. Ohoy ustam, bu oshxonada boshqacha deb tamoqni chiqamda? Ajab, men bilmaydi ekanman ya. Ustam almashdimi yoki u tamoqni o'zlari chiqaramla? Deb kulib chaqchaq qildim. Bundan hamma do'stlar paraqida kulib ketdi. U mulozim: "Hay Gulshan, sizga gap tepib beramaydig'imni bilib turib, chaqchaq qilib, yana ketkizib qo'ydim-da." deb kulib ketdi. Balalar bir-birlab tamoqlarni buyurtib, mulozimi chiqib ketdi. O do'stim bizni bir-birlab tanishtirdi. Ham mening hozirgi ahvolimni bir qor aytib o'tdi. Men bo'lsam xuddi biror yerim ichilib qolgandek, bag'il ayminib qolgan edim. Do'stlar bo'lsa menga hayron bo'lib o'ltiradi. Ularning aridan biri chaqchaq qilib so'z boshladi. Gulshanga qarasam, hech kasaldek emas. Bizni kuldirib o'ltirdi dahi. Bo'ldi do'stlar, bunda jam bo'lmoqimiz intayin tez. Shung bu fursatni qadrlab, ko'ngilsiz ishlarni o'ylamay, kulgi chaqchaq bilan o'ltiraylik. Har ishning vaqti soati bo'ladi. Men shu gap bilan ularning gapini to'xtatib qo'ydim. Shuning bilan bu ayrimxonni kulgi bir oldi. Biz shunchalik yaxshi kayfiyat bilan tamoqlarni yeb xo'shlashib ayrildik. Men qaytib kelib 2 kun uydan chiqmadim. Telefonga qarag'idek holim yo'q. Mening bir unidor topim bor edi. Bu topda har joylardan to'rdoshlar bor edi. Biz shunchalik qizg'in paranglashdik. Agar men chiqmay qolsam, meni izlashib ketadi. Bu jarayonda to'pqa chiqsam-mu, hech ichimdan chiqarib echlamagan edim. O'rimchilik do'stlarim to'xtamay chaqchaq qiladi. Oxiri ular menga cho'qim bir ish bo'lganligini his qilib, mendan nima bo'lganligimni so'rab turib oldi. Men demaymi qutlanmagan edim. Ularning maslahati bilan Urumchiga kasal tekshirishga chiqdim. Kelin singlimmi men bilan birga chiqqan edi.
Mening bir qaytama ko'rishib baxmagan, faqat ünidardila tanışgan dostlarım aldamga chiqdi. Men bekli xo'shal bo'lgan edim. Ular men bilan birga tekshirtib yataqqa o'rlashtirdi. To'xtamay qo'rqmaslikni, faqat shu paydo bo'lib qolgan narsani elvasla boshqa cho'ng ishning yo'qligini aytib tasalli berdi. Ulardan shunchalik suyunib ketdim. Shunda qilib men yana bir qatam operatsiyaga tushdim. Operatsiya o'ng'ishli bo'lgan bo'lsa-mu, qiyin singlim jiddiy yurtqa qaytmasa bo'lmaydigan bo'lib qilib, operatsiyadan chiqishimga u qaytib ketdi. Men yana yolg'iz qoldim. Ürümchilikka to'rdoshlarimga meni yolg'iz qo'ymadi. Doktorlarning parvish qilishi ham unidarda tanishgan do'stlarning yordamida salomatlikim bara-bara asiga kelishga boshladi. Uzun o'tmay doktorxonaga chiqdim. Yurtga qaytish uchun do'stlarim bilan bekatga keldim. Bekatning oldiga kelganda do'stlarim bilan xo'shlashib bekat ichiga kirdim. Bilet elish uchun mulozimat o'rniga kelib qarasam, kimlik pul yo'q turadi. Hech axtarib topolmadim. Do'stlarimga o'chiriq qildim. Hech qaysi javob qaytarmadi. Shu topning o'zida yenimda kimliklar emas, hattoki biror 2 yuan pulmi qolmagan edi. Unidarda tanishgan do'stlarga bu ahvolni deyishga xijil bo'lib, oxiri yurtga bir tanishimga ahvolni deb kartamga 200 so'm silib berishni dedim. U qizil bo'loq qilib etib berdi. Qizil bo'loqni kartamga tushirib qo'yib, shu bekat ichidagi bir soqchi mulozimat o'rniga kirdim. Kimligimning yo'qolib ketganini, o'zimning Aqsu shahridan ekanligimni, bu yerga kasal ko'rsatgili kelganimni, texi yangidan operatsiya qildirganligimni, mumkin bo'lsa yordam qilishni aytdim. Ular gaplarimni anglab, telefonimda tortib olgan kimlikning rasmi bo'yicha isbot chiqarib berdi. Ulardan shunchalik xush bo'lib ketdim. Hamda ularga qayta rahmat aytib, u yerdan yenib chiqdim. Biroq u pul hech kartamga tushmayotdi. Hech o'rtirg'idek halim qolmay, bag'chiga kirib, xoliroq bir yerdagi o'rindiqqa kelib yetib oldim. Tush qayrilibmi ketdi. Hech pul kirmayotdi. Shundoq tursam bir qo'shnim o'rnidagi gap qilibdi. Bo'lgan ahvolni desam, pul silvitay, karingizning nomerini yo'llab bering dedi. Men uning bilan ancha paranglashib ketmagachga, uningga ishonmagandek nomerini yo'llab berdim. Birdamdan keyin kayni-kayndan ko'chir kelvedi, echib ko'rib turishimga telefon keldi. Bu telefonni mening mahallamlik bola urgan edi. Pul silvatganligini deb telefonni qo'yibdi. Men telefonimga uchurning kelganligini hamda rahmatini bildirib telefonni qo'ydim. Darhol biletni oldim. Ta'lim kelgandek yarim soatdan keyin mashinam qo'zg'aldi. Dedimda asta yetib oldim. Charchab ketganlikdan hech nimani xiyol qilmay uxlab ketibdiman. Men shunchalik qarg'in holda uyga kelib oldim. Uyga kelib bir mazgil o'rnimda turolmadim. Chunki operatsiya qildiribla 2 kun yo'l mang'ashqa bayli og'ir kelgan edi. Bir yarim oy yotgandan keyin yana ishlashga kirishib ketdim. Nima amal ishlamasam bo'lmaydi. Balam uchun, o'zim uchun ishlamasam bo'lmaydi. Men jafo tarsam-mu, balam yaxshi o'qigan bo'lsa mayli edi. Ammo balamdan unchalik umid qilmagandek edi. Men operatsiya qildirib kelib 5 oy bo'lganda bizning mahallik ayoli tugab ketgan biraylarning uyidagilari elchilik kelibdi. Men bekchiq yerni qaytirg'ashqimikin, uydagilar bu qatam chang turib oldi. U balning ayoli tugab ketganligi, uning bola xolamaydiganligi sababli bu to'yga qo'shildim. To'y xiti alg'ili mağimiz deb turganda putumning sinchiloq barmog'im chiqib ketdi. Hafta yotgandan keyin uning aldirishi bilan to'y xiti alg'ili mağdiq. Bu putumning og'riqni demayli qo'yay. Kunduzi chidab mağman, kechich og'riydi. To'y xitini bektasda oldik. U xaqning ustadligini demamdigan texi. To'y xitini elib hafta bo'lganda tuyuqsizla tayini yo'qlab pulni ko'tarib uyga kiribdi. Hozir jiq pulmi tayyorlayamidik. Ammo to'ydan keyin namini to'liqlab beramiz. Ata to'yliqni elib kelsa, o'ygunlikka to'yni qilayotgan bo'lsak. Bu xaqning qahvashig'ini ko'rmamdigan. Agar bu pulni oz ko'rsak, pul jamlab bo'lg'icha saqlaydi ekanmiz.
pulni jamlab bo'lolmay, biz to'yni qilolmay, bundaq yursak so'zchechak ayni etdi. Ammo bu ozg'ina pulga kiyim, zibu-zinat hamda to'yning chiqimlarini qanday qila olayman? Men qat'iy qo'shilmadim. Ammo apam bo'ldi, yetishtirib qilayli deb turib oldi. Bu pul yetmaydi desam olmadi. Oxiri ertasi to'yliq alg'ili bordim. Uydagilar to'yning tayyorligiga tushib ketdi. Hech kimni olmay berishimdim o'ylaganim bor edi. Qo'liqimga oltin halqa oldim. Qolganliga jarni oldim. Algandimı chanmog'dakdan olgan edim. Shunda qilib to'ymi bo'ldi. Tuqqanlar oltinlarimni ko'rib, "Endi bo'lsa-mu baxtligingiz kelgan o'xshaydi" deyishdi. Ammo jaliqini bilmaydi-da. Do'stlarim bilan xo'shal kayfiyatda o'tiratdik. U kuchadan qiz do'stlarim to'yga kelibdikan. Men bilan birga elib mangamidim. Shunga siz elib ketgan bo'lsangiz, deb telefon qilibdi. Men chandurmay bir qo'shnamni mangdirdim. Mening tunushlarim edi. Alg'il chiqqan bo'lsangiz deb qo'shnamni mangdirib etdim. Ochiqim bahli kelgan edi. Mangam 100 kerak-da. Anglashimcha u ayol bir necha oy burun to'rda tutib olgan qiz do'sti ekan. Lekin gap qilsam bo'lmaydi. U degan burunqi ishlarga deb o'tkazib etdim. Kechda texmo bek o'g'am qaynadi. Men bir chiroyliq yo'li bilan u ayollarni navra singlimning uyiga o'rlashtirib qo'ysam, u yo'ldishim degan noahli telefon qilib, yondirib elib kelibdi. Meni elib borganda uyning oldida mashina, eshik to'yida ayollarning oyoqi seliqliq edi. Meni ochiqim kelib bo'lgacha qaynapam ochiqlab qayibli ketdi. Uyga kirsak, ular xuddi uyning egisidek bizni to'riga taklif qilib, qaynapam silkibatdi. Bo'ldi, o'tiraveringlar. Bu uy o'zimning uyi. O'ltirg'im kelsa o'ltiraman, bo'lmasa o'ltirmayman. Yusanjon, bu yoqqa chiqa. Qizim Gulshan, sizmi chiqinglar. Men qanchalik bo'libroq chiqdim. Qayni apam tillabli ketdi. "Hey Banglash, bugun qanday kun? Bu to'yni qanchalik ta'sir qilganimni o'zing bilasan." "Dadang, u Banglash odam bo'lmaydi. To'y qilg'ini bekor desa, men yolvorib yurib, bu to'yni aran qilgan tursam. Yelitin uyga ayollarni boshlab keldingmi? Darhol yo'qot ko'zimdan." Qaynapam shundoq deb qo'yib, cho'ng uyga ketdi. Men turgan joyimda angmay qipla turibla qoldim. Qaynapamning gaplariga qaraganda, buningdan burunmi ashunday qiliqlari borligini bilib yetdim.